Hozir sizlar bilan motor moylari haqida gaplashamiz. Motor moylari, aynan sifatli motor moylari dvigatelni ishqanuvchi qismlarini yeyilishini kamaytiradi. Bu esa dvigatelni tez ishdan chiqishini oldini oladi va uzoq xizmat qilishini ta'minlaydi. Sifatli moy dvigatelni yengil ishlashini ta'minlaydi. Natijada avtomobil kamroq yoqilg'i sarflaydi. Yaxshi moy yozgi issiq kunlarda ham, qishki sovuq kunlarda ham o'zining xususiyatini yo'qotmaydi. Bu ayniqsa O'zbekiston ob-havosi uchun juda ham muhimdir. Dvigatelni ichki cho'kindi va iflosliklarni kamaytiradi. Shuningdek, dvigatelni uzoq muddat toza holatda saqlab turish ham sifatli moyga bog'liq. Xullas, sifatli va yaxshi moy dvigatelni vibratsiya va shovqin bilan ishlashini kamaytiradi. Keyin tez almashtirib turishga ham hojat yo'q. Uzoq muddat xizmat qiladi. Har doimda Hyundai Xter moylarini tavsiya qilaman.